Jahon tillari universiteti yaqinidan 2 xona pastki qavatda g'ishtli dom so'ragan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 9-kvartalda joylashgan 2 xona 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz mehmonxona qismi, o'zining yumshoq mebellari va televizorlari bilan ko'rib turganlaringdek loft uslubidagi mebellar. Bu yerda esa oshxonamiz o'rnini bolalar xonasiga o'zgartirib, oshxonamizni balkon qismiga ko'chirilgan uyimiz egalari tomonidan. Balkonimiz 2 ga 6 bo'lgan balkonda yarmiga o'tirib ovqatlanish uchun stol-stullar, ko'rib turganlaringdek konditsionerlari bilan. Bu yerda esa oshxonamiz, qolgan yarmiga balkonimizda kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan, yangi sifatlisidan qo'yilgan, romlar almashgan, derazalarga panjara o'rnatilgan. Ushbu uyimiz 4 qavatli binoning 1-qavatida joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 54 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham kerakli barcha mebel va texnikalar bilan jihozlangan, sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor berilgan, ko'rib turganlaringdek. Bu yerda esa glavniy eshikdan kirib kelish va sanuzel xonamiz. Uyimiz g'ishtli dom bo'lganligi sababli sanuzelimiz birgalikda joylashgan bo'ladi. Ushbu uyimizning mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 9-kvartal, Jahon tillari universiteti ro'parasi Fonon tilla zavodida orqasida joylashgan ushbu 1-qavatdagi uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari $77.500 narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.